10 sinf boshlarida edi. Men do'stlarim bilan biz beysbol o'ynayotganimizda bexosdan do'stlarimning qo'lidagi kaltak kelib mening boshimga tegdi. U meni burnimni pachaqlab o'tib ketgandi. Ya'ni burnimni yanchib tashlagan edi. Boshimning bir necha yeridan darz ketdi. Bir soniya ichida boshim yorildi, burnim sindi va burnimdan qon oqa boshladi. Ustimdagi qon dog'larini ko'rdim. Juda xavotirga tusha boshladim. Bu holatni ko'rgan do'stlarimdan biri futbolkasini yechib menga tutqazdi. Men u bilan burnimdan kelayotgan qonni to'xtatishga urindim. Biroq hali hech kim bu vaziyat jiddiy ekanligini bilmasdi. Ustozim kelib meni yelkamdan tutib, shifokorni oldiga olib bordi. Shifokor menga savol bera boshladi. Hozir nechanchi yil? Men 1998-yil dedim. Aslida to'g'ri javob esa 2002-yil edi. Men savolga to'g'ri javob bera olmadim. Boshimdagi og'riqlar kelib, burnimdan oqayotgan qon hushim joyida emasdi. Shuning uchun to'g'ri javob bera olmadim. Tez yordam mashinasi kelguncha kutolmay men hushimdan ketdim. Tez yordam mashinasi keldi va mashinaga chiqdik. Mashina bilan vertolyot turgan joyga bordik. Mashinadan meni tushirib, shifokorlar sura boshladi. O'nqir-cho'nqir joylardan shifokorlardan biri meni sura boshladi. Ulardan biri meni tutardi. Vertolyotga chiqdim va onam meni qo'llarimdan ushlab bordi, ko'zlarida yosh bilan. Va nihoyat biz ko'p yo'l yurdik. Va nihoyat biz shifoxona tomiga kelib qo'ndik. Meni tushirishdi, shifoxonaga kirgizdi. Tez yordam ishchilari, doktorlar mening burnim singanini va boshimda necha joydan lat yeganini aniqladi. Ahvolim yaxshilanmadi. Ancha vaqt shu nimada yotdim. 3 kunda meni jonlantirish bo'limiga oldi. 3 kundan so'ng esa vaziyatim yaxshila boshlandi. Nafas olishim, ko'zlarim ko'rishim yaxshila boshlandi. Burn suyakni to'g'rilash operatsiyasi esamga mumkin orqaga surildi. Shifokor kelib yonimga menga nafas olishimni so'radi. Men nafas olganimda burnim siniqlaridan orasidan o'tib ketgan havo ko'zimga borib yetdi. Ko'zim bo'rtib chiqib qoldi. Buni ko'rgan shifokor bu siniqlar orasidan havo o'tib ketganini ta'kidladi va bu qancha vaqtda o'ziga kelishini aniq muddatini aytmadi. Ko'zim chiqib ketishiga ozgina qoldi. Uni faqatgina miya bilan bog'langan tomirlar va ko'z ko'sasi ushlab turardi. Shunday holatda bo'lishimga qaramay menga doktorlar javob berdi. Chiqib ketadigan holda qaytdim. Uyimizga qaytib keldim. Shunday holatda bo'lsam-da, oliy eng zo'r basketbolchi bo'lish, beysbolchi bo'lish hali ham mening niyatimda bor edi. Operatsiya qildi. Asta-sekinlik bilan ko'zim joyiga kela boshladi. Men beysbol masiga o'ynashga bordim. Meni katta jamoadan mayda yoshlar jamoasiga olib qo'ydi. Men 4 yoshimdan shug'ullanardim beysbol bilan. Bu men uchun juda katta, juda og'ir vaziyat edi. Men ular bilan bir qancha vaqt ishladim. Mashina haydashni esa 1 oydan keyin mashina hayday boshladim. Ungacha mashina hayday olmadim. Mashinaning ichiga kirib olib men rosa yiqildim. So'ngra men asnalik bilan oradan 1 yil o'tgach, yana ko'zim joyiga kelib, ahvolim yaxshilana boshladi. 1 yildan so'ng oldin o'ynagan joyimga bordim va yaqin o'rtada sog'lom joyga kelmasligini bilib xafa bo'ldim. O'zimdan umidlarim uzilib ketdi. Katta maqsadlarim hech qachon amalga oshmaydigandek tuyuldi. Oradan 1 yil o'tgach esimga men so'ngra katta o'yinchilar jamoasiga qo'shildim. 12 sessiyagina
Shunda qatnashdim. Bu esa bitta o'yinning bir to'liq o'yindan ozgina ziyodroq edi. Bu esa men uchun yaxshi natija emasdi. Chiqib ketadigan holda qaytdim. Uyimizga qaytib keldim. Shunday holatda bo'lsam-da, oliy eng zo'r basketbolchi bo'lish, beysbolchi bo'lish hali ham meni niyatimda bor edi. Operatsiya qildi. Asta-sekinlik bilan ko'zim yo'lga kela boshladi. Men beysbol nimasiga o'ynashga bordim. Meni katta jamoadan mayda yoshlar jamoasiga olib keldi. Men 4 yoshimdan shug'ullanardim beysbol bilan. Bu men uchun